Mana shu qo'lim, mana o'ng qo'lim ishib ketgan. O'ng qo'lim ishib ketganda men o'sha yerda ko'rib qo'rqqanman, gapni to'g'risi. Qo'l oyoqlarim ishlamay qolarmi deb choynakda ushlasam, mana o'ng qo'lim choynak ko'tarolmadi. Shu ayolga o'xshab qolaman shekilli deb vahima bilan kelganman. Yo'q, Allohga shukr. Davolanishim natijasida mana bemalol ko'tara oladi, yaxshi hozir. Kundan ishadi qo'llar. Qayerda qaysi vrach bor, hatto Samarqanddagi vrachlargacha telefon qilganman. To'g'risini aytganda oldingdan oqqan suvda qadri yo'q deganda, avval bilmaganman bu yerda borligini. Biron narsa ushamay birovga nima bo'lamanmikin, muhtoj bo'lamanmikin degan qo'rquv bilan kelganman, gap to'g'risi. Keyin bilganimdan keyin mana reklama emas bu. Haqiqatan to'g'ri davolab o'ziga odam ko'paytirgani, layk bosgani, odam yiqqani dedi, yo'q bu unday emas. Bu haqiqatan vijdonan to'g'ri diagnoz qo'yib, to'g'ri davolashyapti. Izlanyapti-da, Begzodjon izlanyapti. To'xtab qolgan yo'q, bitta nuqta to'xtab qolgan yo'q, izlanyapti. Ishonchim o'ta katta o'g'lim. Gap to'g'risini aytsam, o'ta katta. Men nimaga ancha emas, rostmana ham xolos bo'ldim. Men Solivodinxon Abdurahimovna qo'li artrit bilan og'riganman. Shuni og'ridi kuchli bo'lgani hisobiga davlenam oshib ketgan. Kelib mana shu yerda mana davolanganimdan keyin lecheniyalarni boshlab, davolanishgandan keyin doktorga kelganda Begzodjonga aytganman, Begzodjon xola sizda davleniya yo'q edi-ku. Bilmasam davleniyam chiqib qoldi Begzodjon dedim. Xola bu og'riqlarni hisobiga deyishgan. 2 kun 3 kun lecheniya olsangiz, davleniyat o'sha 120 ga 80 bilan davom etib ketadi deyishdi. Mana aytganlari to'g'ri, mana davolanib 120 ga 80. Qo'llarimning ishlari ham mana qaytdi. Rahmat, minnatdorman. Omadini bersin bu yigitni. Yanada gullab rivojlansin. O'tgan safar kelganimda Toshkentga malaka oshirishga ketgan ekan. Keyin keldim. Xola deyishdi, ha, desam o'tgan safardan 2-3 kun qolganda ketib qoldingiz-a Begzodjon desam, shunga to'g'ri kelib qoldi. Xola yana ketib qolish ehtimolim bor-da, malaka oshirishga bo'lmasa qaytib ketaman dedim. Qaytib ketaman desam, yo'q xola, qaytmang, davolanib tugatib ketaverasiz dedim. Men keyingi oydan yana nima malaka oshirib ket. Izlanyapti-da, Begzodjon izlanyapti. To'xtab qolgan yo'q, bitta nuqta to'xtab qolgan yo'q, izlanyapti. Qayerda nima bor, bemorlarni qanday davolash kerak, o'zida ishlab izlanyapti. Avval sezmaganman, qo'l oyoqlarimda og'riq bo'lardi o'zi. Charchovda hisobiga, ko'p yuraman, ko'p ish qilaman, shuni hisobiga dedim. Lekin shishlar yo'qligi sababli uncha sezmaganman-da. Doktorga borganman, og'riq qoldiruvchi bergan, shu og'riq qoldiruvchilarni olib, shu bilan yuraverganman. Lekin o 22-yilga borganda og'rig'im kuchayib ham ketdi, qo'llarimda shish paydo bo'ldi. Shunda bo'lsa ham nabiralarimga ukolga, doriga chiqib ko'rsam, hali aptekachi qizga, qizim, qo'llarimda ishni ko'ring, shu ishga birorta maz bersangiz surtsam, birorta og'riq qoldiruvchi ayting desam, o'zi qizlar aytdiki, xolajon biz sizga berganimizdan befoyda deyishdi. Davlat xizmatlari markaziga borsangiz, Begzodjon degan vrach borlar, uchrasangiz, sizga o'zlari diagnoz qo'yishadi, etap davolashadi. Shundagina keyin bu og'riqlaringiz qolishi mumkin. Bir martada qolmasligi ham mumkin. Xola boring deyishdi. Keldim, Begzodjonga uchradim. Begzodjon obdan tekshirishdi. Tekshirib, xola yotishga imkoniyatingiz bormi deyishdi. Hozircha yotishga imkoniyatim yo'q dedim. Lecheniya yozib bersangiz, kelib kunduz olib turaman, uyimiz yaqin dedim. Kunduzi oldim. Shu 5 kunlik lecheniya oldim-ku, lekin yotgandaqa bo'lmadi. Shunda bolalar meni uzoqroq deydi. Avgust oyiga kelib, to'liq kelib, avgust oyida 10 kun lecheniya oldim. Shu 10 kunlik lecheniyada o'zi 10 kun bo'lmasdan 5 kunda foydasini bildim. Xola hech qanday og'riq qoldiruvchi qilmaymiz, etap davolanamiz. Faqat siz meni aytganimda qilsangiz, men aytgan vaqtda kelsangiz, sizdagi kasallik 1, 2, 3 etapda davolangandan keyin 1 yilda 1 marta kelib lecheniya olasiz, sog'lom odamdek yuraverasiz. Agar men aytgan vaqtda siz kelmasangiz, xola, baribir qachondir kuch-quvvati lecheniyani ketganda yana qaytalanasiz deyishdi. O'sha u davleniyamda nima qilsam, Begzodjon o'zi 120 ga 80 davleniya bilan yuraman. Hozir davleniyam oshiq desam, og'riqlarning hisobiga xola davleniya oshiq bo'ladi dedi. Endi siz lecheniya olaversangiz, davleningiz normal. O'zi 2 kun lecheniyada davleniyam normalniy bo'ldi. Davleniyam shu 120 ga 80 bo'ldi. Chiqib ketganimcha 120 ga 80 davleniya bilan yotdim. Shu 10 kun ichida juda ham yaxshi etap davolanishdi. Fizioterapiyalar bor ekan, massaj, oyog'imga parafin qo'yishdi, vaqtida davolashdi. 10 kun deganda chopqillab qo'llarimda ishlar ham qolmadi-da.
chiqib ketdim. Hisob bo'yicha 6 oydan keyin kelishim kerak edi ikkinchi etapga. Endi ikkinchi etapga yetib kela olmadim. Sharoit bo'lganimdan keyin farzandlarim uzoqda, nabiralarim borligi sababli 9 oydan keyin yana ozgina o'tkazib keldim. Kulishdi, "Xola 6 oy dedim, shu etap 6 oyda kelgaysiz" dedi. Yo'q, unda ham nima qilishmadi. "Bo'ldi xola, yana davolaymiz" deyishdi. O'shanda yana shu nimalarni qaytadan davolashdi. Ko'rish kundasini kundan fot qilishadi. O'zgarishingizga qarab, qayeringiz og'riydi, nima qiladi, hammasini ko'rib, kundasini kunda yozadi, lecheniyalarni yangirtiradi. Lekin og'riq qoldiruvchilarsiz davolandim o'sha may oyida. Keyingi 3-chi etabi dekabrda kelishim kerak bo'ldi. Haqiqatda keyin 3-chi etap dekabrda keldim. Dekabrda keldim, davolandim. Unda bu darajada nima bo'lmadim. Yaxshi, nimaga vaqtida keldim. Vaqtida kelib shu lecheniyalarni oldim. Juda ham chiroyli qilib davolashdi. Mana vrachga ham rahmat, mana shu Begzodjonga ham, yonidagi qizlarga ham rahmat. Unda bu korpuslar uncha bitgan yo'qda, narigi tomonda ikkinchi etajda davolanganman. Qo'lim ishib ketgan vaqtda mana shu qo'lim, mana o'ng qo'lim ishib ketgan. O'ng qo'lim ishib ketganda men ozgina nima bilan Uchko'prik o'zimizni больницada yotganman. Больницada yotganimda endi bu kasallikni o'sha yerda ko'rib qo'rqqanman. Gapni to'g'risi, yonimda sherigim bor, yoshgina ayol edi. Haligi ayol nimani olgan, kosa, piyolani olib ovqat ichgan qiynalardi. Oyoqlarda yurolmas edi. Keyin eshitsam bu kasallikni boshlanishi ekan. Menda ham shunda vaqtda shu vaqtlarda bor edi. Keyin men ham o'sha ayoldaqa bo'lib qolamanmi, qo'l oyoqlarim ishlamay qolarmi deb ehtiyotdan deb borib choynakda ushlashsam, mana o'ng qo'lim choynak ko'tarolmadi. Shunda dastlab kelgan. O'sha ayolga o'xshab qolaman shekilli deb vahima bilan kelganman. Yo'q, Allohga shukr, davolanishim natijasida mana bemalol ko'tara oladi, yaxshi hozir. O'zimizda Jalierda shunaqa vrach bor ekan. "Xola, uzoqqa bormang, etap shu yerda davolanib, tavsiya ham qilmassan qizim" desam, "Xola, bilmasmidingiz?" deyishdi. "Yo'q, bilmasdim" dedim. Keyin "Yaxshi vrach, xola, bemalol boravering" deyishgan. Aptekachi qiz tavsiya etgan, qo'shnilarim tavsiya etgan, kelganman. Allohga shukr, hozir yaxshiman mana. Davolanib. O'sha holatimda masalan, kunduzi bilan ishladim, ish qilaman. Kunduzi bilan ishlardi qo'llar. Kechqurunga borganda og'riq qoldiruvchi, artefen ichaman, og'riq qoldiruvchi dorilar ichaman. Ertalabga yana qo'llarimda ishi qaytadi. Kunduzi bilan ishimni qilaman, qaytadi. Keyin qo'llarimda ishimni ko'rib, meni farzandlarim bu yerda emas, uzoqda ish qilishadi. Ular kelgan vaqtda holatimni ko'rib turib, "Aya, bu darajada yurish mumkin emas. Qayerda bo'lsa ham etap davolaning, yaxshi bo'lishga harakat qiling" deb o'g'illarimni o'zlari yotqizishgan. Endi shu 6 oy sanami, 6 oy sanani 6 oyda 3 etap davolansangiz, xola, keyin 1 yilda bir marta lecheniya, yengil lecheniya olasiz bo'ldi deyishgan. Nimaga? Ancha emas. Rostmana ham xolos bo'ldim. Nimagaki bemalol 1,5 yilda keldim mana. 1 yilda deyishadi. O'zimizda bormiz-da, o'zimiz o'zbeklar baribir doktorda aytganini vaqtida to'g'risi qila olmaymiz. Ishimiz ko'payib ketadi. 1,5 yilda keldim. 1,5 yilda keldim. Davlenam oshib tushib turdi. Qo'llarim yana mana shu barmog'im ishda keldim. Keyin Begzodjon aytishdiki, "Xola, bu dedi og'riqlar hisobiga" dedi. "Siz dedi o'tkazib olib keldingiz" shunaqa deyishdi. Keyin "Yo'q, mana kelganimga bugun 5 kun bo'ldi. Yana yaxshi, Allohga shukr, yaxshiman. Yana borib chopqillab yuraveramiz." Ishonchim o'ta katta o'g'lim. Gap to'g'risini aytsam, o'ta katta. Men masalan o'sha o'zim ko'rgan ayollarni ko'rib turib, u yerda bu yerda davolanganman deganda, endi qayerdaligini hali surishtirmaysiz, birov dekana o'shalarni ko'rib turib, "Davolansangiz ham shu holatda yurganmisiz? Qizim u yosh edi" desam, "Ha, xola, yuraman, imkoniyatim bo'lmaydi, u bu" desa, hali meni tushunchamda o'sha qizni ko'rib turib, men ham shunday yuramanmikin, meni ham qo'l oyoqlarim ishib ketadi-yu, shu holatda biror narsa ushlamayman, birovga nima bo'lamanmikin, muhtoj bo'lamanmikin degan qo'rquv bilan kelganman, gap to'g'risi. O'sha vaqtida, bundan mana 2 yil, 3 yil burun. Yo'q, mana Allohga shukr, hozir bemalol o'zim ushlay olaman, harakat qila olaman. Yaxshi, ishonaman. Endi o'shanga qizlarim bu safar sanatoriyaga boring deyishdi. "Yo'q, men sanatoriyaga bormayman, meni o'zimda vrachim bor shu yerda" desam, kelib sheriklarimga, "Qizim, nima, ayamni eng ishongan vrachi shu vrachi, boshqa hech qayerga borishmaydi, shu yerda davolanishadi" dedi. To'ppa-to'g'ri shu yerda davolanaman. Shu yerdan men o'zim uchun kerakli nimani oldim, davoni oldim. Shu yerda davolanaman. Qo'lim, barmoqlarim og'rigan uchun qayerda qaysi vrach bor desa, hatto Samarqanddagi vrachlargacha telefon qilganman-da, o'qiganman. Shunda shu negativ fikrlarni ko'p o'qiganligim uchun aytyapmanki,
yo'q hech qanaqangi og'riq qoldiruvchisizda. Men yelkamda bu safar kelganimda shu mana bitta tochkamda og'riq bor Begzodjon dedimda, keyin shunga voy og'riqqa chidolmay birorta og'riq qoldiruvchi qilib yuborsa bo'lmaymikin desam qizlarga, mumkin emas xola, qilinmaydi, o'zingiz bilasiz-ku, biz og'riq qoldiruvchisiz davolanadi. Faqat jinday shoshmasangiz bir ikki kunda og'riqlaringiz haqiqatdan reklamaga to'g'ri kelmaydi. Reklama emas bu. Men o'zim mana shu yerlikman, mana shu yo'ldan uzoq ketsa 1,5 kilometr ichkarida shu mana qishloqda turaman. O'zimni haligi to'g'risini aytganda oldingdan oqqan suvda qadri yo'q deganda avval bilmaganman bu yerda borligini. Keyin bilganimdan keyin mana reklama emas bu. Haqiqatdan to'g'ri davolab, to'g'ri unaqa reklama qilib o'ziga odam ko'paytirgani, layk bosgani, odam yiqqani dedi, yo'q bu unday emas. Bu haqiqatdan vijdonan to'g'ri diagnoz qo'yib, to'g'ri davolashyapti. Больницada hamma sharoit bor. Issiq suv, sovuq suv, hamshiralar ham yaxshi, vrach hammalarini muomalasi ham yaxshi, davolash usullari ham hammasi yaxshi. Hech ham hijolat bo'lmaslik kerak-da. Keyin bu haligi reklama emas, maqtash emas. To'g'ri xulosa chiqarib kelib davolansa, o'zlarining sog'ligiga foyda. Shu men kelgan kuni mana qoraqalpoqlik kishi kelgan ekan. Endi o'zingiz ko'rdingiz, vrachda xona yo'q edi, palatada joy yo'q edi. Vrachda xonasida ukollarimni qabul qildim. Hozir xona bo'sh edi. Hali ularning muomalasini doktorga gapiryapti. Toshkentda davolanim, u yerda, bu yerda hammasini nimasini olib kelibdi. Davolangan lecheniyalarni olib kelishibdi-da. Keyin qarab turib, shuncha yerda davolanibdi, shu ayol dedimda, keyin qarab, "Bahro bilmagan ekansizlar-da" dedim-u, yonimda edi yotdi. Mana bugun ertalab chiqsam, dikkillab yuribdi har ayol. Aytdimki, kelgan holatingizni qarang, ular ham o'qituvchi ekan. Kelgan holatingizni qarang, singlim, yurib ketibsiz-ku, desam, "Vaqtliroq bilmaganimga afsuslanaman" dedi. Shunday ishda ular ham. Ikkilanishni foydasi yo'q. Sog'ligi shu nimaga davolanishga muhtojmi, kelish kerak ekan. Kelib davolansa, vrachlar albatta mana shu Begzodjon boshchiligidagi qizlar ham, mana bu yerdagi barcha xodimlar imkoniyat darajasida xushmuomalalik bilan vrach qaysi kasalligi bo'yicha, o'zini shu sohasi bo'yicha kasalligi bo'yicha bemalol yetkazib davolay olyapti. Bemalol kelib, davolanib, davo topib kelishiga, masalan, men ishonaman. Men o'zim ishondim shunga. Shuning uchun ularga ham ishonch bildiraman. Hammaga tavsiya etaman, kelishsin, davolanishsin, bizni joylarda ko'rishsin mana.